Qo'shni Sherzodjon. Alo. Assalomu alaykum Ilhom aka. Men Sherzodjonman, qo'shningiz, qishloqdagi Rasul akaning o'g'illari. Va alaykum assalom. Tanidim Sherzodjon. Nomeringizni saqlanib qo'ygan ekanman. Ha, tanidingizmi aka? Ha, tinchlik. Ha, bir yaqin o'rtog'im shaharga ish bor dedi. Kelyapman. Telefon qilsam telefoni o'chiq. Shaharni ham uncha bilavermayman. O'shanga nima qilishni bilmasdan o'zingizga telefon qilaverdim aka. Shaharga keldingizmi? Qaysi tarafdasiz? Bilavermadim uncha aka. Ha, bo'lmasam Telegramdan lokatsiya tashlab yuboring, men hozir boraman. Bo'ldi aka, tashlayapman. Qishloqda Rasul akaning o'g'li Sherzodjon shaharga kelgandan keyin kichkina xonamizga joy tayyorlab qo'ysangiz, mehmonga kelyapti. Aha. Bo'ldi, xo'p. Lokatsiya tashlabdi. Qayerda ekan? Tayloq klubga yaqin joyda ekan. Bo'ldi, ketdi. Kelavering. Ha, to'xtab qoldingiz. Aka, dumda turarmidingiz? Odam xijolat. Birorta mehmonxonada qolaveraman. Endi nima qilasiz? Mehmonxonada xijolat bo'lmang. Yuring. Hali ham o'chiq o'rtog'im telefoni. Bunga ishonib shaharga kelyapman. Nima qilay ekan? Uyga qaytaveraymi ekan? Uyga qaytsam uydagilarga nima deyman? Ha, turyapsiz. Mazza qilib damda olarmaysizmi? Yo'q, yaxshi dam oldim aka. O'zingiz yaxshi dam oldingizmi? Siz ishga ketsangiz birga ketib olaman dedim. Bemalol damda olavering siz. Yo'q aka. Keyin ham bitta o'zlari qolsalar, meni qolishim noto'g'ri bo'ladi. Siz bilan ketaveraman. Ha, to'g'ri aytasiz. Bag'ini o'ylamabman. Bo'ldi, kiyinib turing. Mana ustimni almashtirib chiqaman, ketaveramiz. Bo'ldi aka, men tayyorman. Mana shu yerda ishlayapmiz, Sherzodjon. Aha. Tushuring. Oho, vafsh katta ekan-ku. Ha, 80 metrga 25 metr. Ha, aka o'zi nima ish qilyapsiz bu yerda? Ha, men O'zbekiston bo'ylab metall konstruksiyadan naves, angar, katta zdaniyalar tomlarini yopib beraman. Agar siz ham bironta ishingiz yo'q bo'lsa, meni qo'limda ishlasangiz bo'laveradi. Mana shunaqa naveslar yasab yurardingiz-da. Ha, ish bo'lsa ishlayveraman aka. Mana shu zdaniyani polni noldan o'zlaring qurdilaringmi? Shu betondan tashqari hammasini o'zimiz qurdik. Men bu yerda nima ish qilaman? Agar qo'lingizdan suvarka ish kelsa, suvarkachi ballaga qarashasiz. Bo'lmasam, kraska qilish kerak. Qaysi birini qilasiz, o'shanga yarasha o'ylab beraman. Bo'laveradimi? Svarka qila olmayman-ku, lekin kraska qilaman aka. Bo'lmasam, kraskachi ballaga qarashaverasiz. Biz viloyat yurganimiz uchun oiladan uzoqroqda bo'lamiz. Shuni sal qiyinroq. Mayli aka, pul topsam bo'ldi. Bo'ldi, yuring, ust boshlab beramiz, siz almashtirasiz. Aka, bitta narsani o'ylab qoldim. Siz uyda turishga xijolat. Bitta ko'rpa yostiq olib kelsangiz, men shu obyektda qolaverardim. Ag'idan xijolat bo'lmang. Balla bitta uyda turishibdi. Birga turaverasiz ular bilan. Ha, bo'ldi aka, unda xo'p.